Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tomoshabinlar. Demak, keyingi darsimizni boshlaymiz. 17-darsimiz aniq integral va uning hisoblash usullari haqida gapirib o'tib ketamiz va quyidagi rejalar bo'yicha to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, birinchisi integral yig'indi. Ikkinchisi esa aniq integralning ta'rifi, uchinchisi Newton-Leibniz formulasi haqida gapirib o'tib ketiladi. Demak, integral yig'indi bu nima degan savolga javob berib ketamiz. Birinchi navbatda integral hisobdan foydalanish uchun aynan biror bir oraliqdagi funksiya grafiga hamda ox o'qi bilan chegaralangan soha yuzlari hisoblab topiladi. Aynan shu sohani har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, misol sifatida mana fizikada o'tgan yo'lni hisoblash formulasi. Ya'ni transport vositasi 50 mil taqsim soat. Ya'ni Amerikada ko'proq ishlatiladi mil degan narsa, o'zimizda ishlatiladi kilometr degan narsaga mos tushadigan qism tezlik o'lchovlari bor. Aynan shu o'lchovlar sifatida qaraydigan bo'lsak, demak tezlik bilan 50 mil taqsim soat tezlik bilan 2 soat harakatlandi. Biz to'g'ridan to'g'ri fizikadan bizga ma'lumki 50 ni 2 ga ko'paytirib javobini yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu narsani ham integral yordamida qanday qilib hisoblashimiz mumkin degan savol keladi. Buning uchun javobini biz bilamiz. 50 ni 2 ga ko'paytirsak bu 100 ga keladi. Bu 100 mil masofani bosib o'tganligini ko'rsatadi. Ya'ni transport vositasining tezligini funksiya deb qarashimiz mumkin. Ya'ni v x barobar 50 ko'rinishdagi funksiya sifatida qarashimiz mumkin. Ushbu funksiyaning grafikini chizishimiz uchun demak mana bunday ko'rinishdagi grafikdan foydalanib ketamiz. Mana bu qismi ox o'qi va oy o'qi sifatida. Aynan tezligi esa demak o'zgarmas 50 bilan yurayapti. Shundagi masofani topishimiz mumkin bo'ladi. Bu esa mana shu yuzani keltirib chiqaradi. Ya'ni enini mana bu yerdagi enini bo'yiga ko'paytirmasi degan narsani olib keladi. Ya'ni to'g'ri to'rtburchak yuzi degan narsani olib keladi. Aynan shundagi qiymat bu 100 ga teng ekanligini keltirishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa ikkinchi misol sifatida qarashimiz mumkin. Bu tadbirkorlik, ya'ni umumiy narx topish masalasi qaraladi. Ya'ni skateboard ishlab chiqaruvchi tadbirkor dastlab 50 dona yasadi. Uni esa har bir donasini $40 sotishga chiqdi. Ya'ni jami $40 xarajat qildi har biri uchun. Demak, jami xarajatlar qanchani tashkil qiladi deb savol berilyapti. Bu yerda aynan bu xarajatlarni, umumiy xarajatni topishimiz uchun demak biz mana bunday ko'rinishda, geometrik ko'rinishdagi ifodasidan foydalanib ketamiz. Demak, 50 dona yasadi va xarajat esa demak S sifatida olishimiz mumkin. U xarajat funksiyasi sifatida qaraldi va aynan mana shunday yuzani tashkil qildi. Va biz ko'ramiz 40 ni 50 ga ko'paytirib bu 2000 ekanligini topishimiz mumkin bo'ladi. Bu $2000 ekanligi kelib chiqadi. Va integralni geometrik tadbiqi sifatida qaraydigan bo'lsak, agar chiziqli funksiyalar yordamida hosil qilingan yuzalarni hisoblamoqchi bo'lsak, quyidagi formulalar asos sifatida bajariladi. Demak, asosi b ga, balandligi h ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yuzi, ya'ni to'g'ri to'rtburchak yuzini biz eni bilan balandligi ko'paytmasini topishimizga qaraladi. Yoki bo'lmasa, ikkinchisi mana asosi b ga, balandligi h ga teng bo'lgan teng yonli uchburchak yuzi ham xuddi shunday 1/2 ko'paytirilgan bir enini bo'yiga ko'paytmasining yarmga tengligini hisoblashimiz mumkin. Mana formulasidan xuddi shunday narsani keltirishimiz mumkin. Aynan integralni yaxshiroq tushunib olish uchun. Va aynan birinchi misolda bosib o'tgan yo'lda va ikkinchi misolda esa umumiy xarajatlarni qarab o'tgan edik. Uchinchi misolda esa aynan uni davomi sifatida qarashimiz mumkin bo'lgan masala sifatida qaraymiz. Ya'ni harakatlanayotgan obyektning tezligi vx barobar 3x funksiya ko'rinishida berilgan bo'lsin. Bu yerda 2 soatlar hisoblanadi. V'miz esa demak aynan tezlik sifatida o'lchanadi. Geometrik formula asosida hisoblaydigan bo'lsak, demak a qismi dastlabki 3 soatda obyekt qancha masofani bosib o'tgan.
dastlabki 3 soat. 3 soatdan keyin uni bosib o'tgan masofasi qaraladi. Ya'ni mana bu yerga 3 ta 3 ga ko'paytirib qo'yib biz 9 kilometr yoki mil degan masofalarni topishimiz mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa 3 dan 5 soatgacha. Demak, siz to'g'ridan to'g'ri hisoblashingiz 3 soatdan keyin 5 soatgacha qancha masofalarni bosib o'tadi. Aynan mana shular hisoblashga qaratiladi. Demak, birinchi navbatda mana chizmasini hosil qilib olamiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, to'g'ridan to'g'ri, demak 0 dan 3 gacha holatni qarashimiz mumkin. Demak, bu 0 dan 3 ga doğru eng mana bu esa uchburchak sifatidagi yuzani tashkil qildi. Demak, qaraydigan bo'lsak, bu uchburchakning yuzini beryapti. Va buning uchun esa demak yuqorida foydalanilgan 3 3 ni 3 ga ko'paytirdik, biz 9 ga teng bo'ldi. Ya'ni mana bu yuzacha 3 ga teng bo'lgani uchun unga 1/2 ni ko'paytirib, bu esa to'g'ridan to'g'ri 3 ko'paytirilgan 9 va 1/2 ekanligini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu 13,5 ga tenglik kelib chiqadi. Va demak, obyektning dastlabki 3 soatda 13,5 mil yoki kilometr masofani bosib yetganligini ko'rsatib beradi. Va keyingi holatda qaraydigan bo'lsak, demak 3 soatdan 5 soatgacha oralig'ida qancha masofani bosib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa mana bu narsa trapetsiya yuziga teng bo'ladi. Ya'ni trapetsiyaning yuzini topish uchun demak birinchi to'rtburchak yuzi, keyin esa uchburchak yuzini hisoblashimizga to'g'ri keladi. Va ikkita yig'indini bir-biriga qo'shib qo'yishimiz bilan demak aynan shu yuzani topishimizga keladi. Mana bunday ko'rinishda. Demak, mana 3 dan 5 gacha birinchi navbatda mana bu narsa 5 dan 3 ta ayiradigan bo'lsak, bu 2 birlikka teng bo'ladi. Ya'ni 2 soatga teng bo'ladi. Shu 2 soat asos sifatida olib, demak mana buni yuzachasini oladigan bo'lsak, bu 9 ga teng. 2 ni 9 ga ko'paytirib, to'rtburchak yuzini topamiz. Bu 18 ga teng. Va mana bu qismi esa demak 6 ga tengligi ma'lum. Mana bunisi. Ya'ni 5-soatda 3 kare 5 15. Demak, mana bu yerdan mana bu yergacha 9 bo'lganligini 9 dan ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu 6 ga teng bo'ladi va 6 2 ni 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'lish, bu 6 ga tenglik kelib chiqadi va ikkalasining yig'indisi 24 ga tenglik kelib chiqadi. Mana har bitta oraliqda u qancha masofani bosib o'tganligini ham alohida hisoblab olish imkoniyatini beradi. Aynan bu integrallarni hisoblash jarayonida juda ham mos keladi. Yoki bo'lmasa umumiy foydani topish masalasiga qaraydigan bo'lsak, anhor ko'ngilochar bog'ining chegaraviy foydasi oyiga P/X barobar 0,115 ko'paytirilgan x $1000 ga teng bo'lsin. Uni 1 yillik foydasini qanday hisoblaymiz degan narsaga kelamiz. Va uni geometrik ko'rinishdagi mana bunday grafikini chizadigan bo'lsak, bu chiziqli funksiyani beradi. Ya'ni P/X'imiz barobar 0,115 ko'paytirilgan x bu chiziqli funksiya va aynan koordinata boshida 0 dan kesib o'tuvchi o'suvchi funksiya sifatida foydalanadi. Aynan shu yuzani topish masalasiga qaraymiz. Bu yerda uchburchak yuzini topishga qaratiladi. Va mana buni ko'rishimiz mumkin. Demak, 10,8 ming dollar ekanligini topishimiz mumkin bo'ladi. Bu 10,800 dollar foyda ko'rishi mumkin ekanligini ko'rsatib beradi. Va endi Riemann yig'indilari haqida gaplashamiz. Demak, Riemann nemis matematigi Bernhard Riemann tomonidan aynan fanga kiritilgan Riemann yig'indilari, ya'ni funksiya grafigi ostidagi sohaning yuzlarini hisoblashning usullarini keltirib o'tgan. Aynan to'g'ri to'rtburchaklar sifatida yig'indilarni hisoblash qaratilgan. Va B holida ham aynan uchburchaklar sifatida ham yig'indilarni hisoblash masalasi qarab o'tilgan va ikkita holatdagi yuzani hisoblash uchun ham qisqacha AX ko'rinishidagi funksiya sifatida qarashimiz mumkin yoki bo'lmasa amalda ko'p foydalanishimiz uchun fx ko'rinishidagi funksiyalarni integraliga tenglashimiz mumkin bo'ladi.
Aynan mana shunday ko'rinishdagi ifodalarni, yig'indilarni hisoblash masalasiga bu Riemann yig'indilar sifatida qarashimiz mumkin. Mana misol sifatida biz yuqorida qarab o'tib ketdik. Ya'ni 5-misol sifatida va yuqorida ham, demak biz 2-misolda ham ko'rib o'tib ketdik. Umumiy tan narxini topish masalasi, ya'ni skateboard ishlab chiqarishda dastlab 50 dona, har bir uchun $40 bo'lgan xarajatni, biroq 50 tadan oshgan, 51 dan boshlab 125 donagacha ishlab chiqarganda donasiga $30 dan xarajat tushganligini bilgan holatda uning tan narxini $25 dan iborat bo'lsa, agar ikki skateboardlar soni bo'lsa, u holda chegaraviy tan narxini funksiyasini qanday qilib tuzishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu narsani hisoblashimiz mumkin. Ya'ni bu yerdan 125 donadan 150 donaga doğru ishlab chiqarishda uni xarajatlari $25 ga tushyapti. 50 donadan 125 donagacha ishlab chiqarganda xarajatlari $30 ga, 0 dan 50 donagacha bo'lgan jarayonlar esa $40 ga tushishini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday ko'rinishdagi funksiyaga keladi. Va 150 skateboard ishlab chiqarish uchun umumiy tan narx nimaga teng ekanligini topishimiz kerak. Aynan mana shunday ko'rinishdagi funksiya sifatida qaraldi va buni integrali nimaga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana endi esa mana xuddi shu funksiyani mana bunday ko'rinishda ifodalab olamiz. Va aynan shu ifodani, demak bitta to'rtburchak, ikkita to'rtburchak, uchta to'rtburchak ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana bu bitta funksiya sifatida qaraldi 0 dan 50 gacha. Bitta yig'indi sifatida, ikkinchisi esa 50 dan 125 gacha. Ikkinchi to'g'ri to'rtburchak va 125 dan 150 gacha uchinchi to'rtburchak sifatida qaraldi. Bu geometrik ko'rinishdagi ifodasi. Va ularning umumiy yig'indisini shunday hisoblaydigan bo'lsak, bu $4875 ni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va Riemann yig'indilarini sodda ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Bizga biror AB, ya'ni A bilan B kesmada y barobar fx y chiziqlar funksiyalar berilgan bo'lsin. Demak, aynan yuqoridagi 5-misolga nisbatan kesmani 4 ta teng oraliqqa ajratib olamiz. Demak, bitta, ikkita, uchta, 4 taga ajratib oldik mana bunday ko'rinishdagi ifoda. Va har bitta bo'lakchani esa, demak, delta x b minus a taqsim 4 degan ko'rinishdagi mayda qismga ajratib oldik. Ya'ni har bittasi x2, x3 orasidagi masofani delta x deb oldik. Va aynan chizmadan ko'rinadi-ku, demak to'g'ri to'rtburchaklar balandliklari demak funksiya sifatida ifodalab olamiz. fx1, fx2, fx3, fx4 ko'rinishda ifodalab olamiz. Bundan esa demak uning yig'indilari mana bunda fx1 delta x qo'shamiz, fx2 delta x qo'shamiz, fx3 delta x plus fx4 delta x ko'rinishda ifodalab olamiz. Va buni esa umumiy yig'indi sifatida qaraydigan bo'lsak, summa i teng 1 dan 4 gacha fxi delta x ko'rinishda ifodalab olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu narsa bu yerda f delta fxi delta x ko'paytmaning yig'indisi i teng 1 dan 4 gacha deb o'qilib boriladi. O'qish qismini ham yozilgan. Bu mana bu yerda mana bunday uzun yig'indini mana bunday qisqaroq ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Va aynan shunday ko'rinishdagi misollarga qaraydigan bo'lsak, umumiy holda mana bunday yig'indini summa ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Va mana bunday ko'rinishdagi ifodalarni ham, yig'indini ham mana bunday ko'rinishda ifodalab olishimiz mumkin bo'ladi. Aynan summa ko'rinishidagi yig'indilar sifatida ifodalab olishimiz mumkin bo'ladi. Agar oraliqlarni juda kichik o'lchamda oladigan bo'lsak, bu yerda esa juda ham ko'p to'g'ri to'rtburchaklar hosil bo'lib boradi. Aynan mana shuni hisoblaydigan bo'lsak, uni yechimlari aniq yechimga qarab yaqinlashib boraveradi. Va aynan mana bu 9-misolga qaraydigan bo'lsak, 0 dan 600 kesmada fx barobar 600x minus x kvadrat funksiyasining grafiki bilan chegaralangan soha yuzini taqribiy toping. Bunda a
kesmani 6 ta qismga ajrating. B 12 ta qismga ajratib olgan holatda. Demak, yechilishi A qismi bo'yicha, demak, kesmani 6 qismga ajratadigan bo'lsak, bu har bitta bo'lakchasi 100 ga teng bo'ldi. X1imiz 0 ga teng, X6imiz esa 500 ga tengligi kelib chiqadi. Aynan uni mana bunday ko'rinishda ifodalab oladigan bo'lsak, demak, bu esa 35 million ekanligini tashkil qiladi, kvadrat birlik ekanligini. Va 12 ta bo'lakka bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu oraliqda 0 dan 600 bugun kesma 12 ta oraliqqa bo'ladigan bo'lsak, har bir 50 dan tushdi. Va X12imiz esa 550 degan narsani beradi. Aynan u narsani shunda qo'yishimiz bilan, funksiyaga qo'yishimiz bilan bu 35750 ming ekanligini ko'rsatib berdi. Va ikkalasida solishtiradigan bo'lsak, demak 750 ming farq kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va 10-misolga qaraydigan bo'lsak, demak 1 dan 16 gacha kesma fx va funksiya berilgan grafik bilan chegaralangan sohani kesmani 5 ta bo'lakka ajratib taqribiy hisoblang degan. Aynan mana shuni 5 ta bo'lakka ajratadigan bo'lsak, bu yerdan mana 5 ta bo'lakka ajratildi va 405 ga tengligi kelib chiqdi. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, ancha-muncha mana bu yerda ochiqliklar va mana bu yerdan chiqib ketganlar sonini ham hisobga olib ketyapti. Aynan bu narsa 405 ga tengligi kelib chiqdi. Va Riemann yig'indilari jarayonlarini qadamlari sifatida qaraydigan bo'lsak, aynan mana shunday narsalar kelib chiqadi. Buni esa AB kesmani enta teng qismga ajratishdan, ya'ni delta x'imiz b minus a taqsim n ko'rinishidagi ifodalar sifatida qarashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni har bitta bo'lakchalarning uzunligini delta x ga ifodalash orqali va har bir bo'lakchani bitta to'g'ri to'rtburchak sifatida hosil qilib, shu to'g'ri to'rtburchakni yuzini topishga qaratar edi. Va 4-chi qaraydigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchakning yuzini topamiz, 5-chi topilgan yuzalar qiymatlarini qo'shib natijani y chizig'ini sohada egallagan yuzini qaraymiz. Va aniq integral ta'rifini qaraydigan bo'lsak, biz yig'indi sifatida, Riemann yig'indilari sifatida qaradik. Aynan ularni qaraydigan bo'lsak, demak, AB kesmada y barobar fx funksiya, uzunliksiz funksiya berilgan bo'lsa, quyidagi qadamlarni bajaramiz. Birinchisi, demak, AB kesmani quyidagi nuqtalarda enta ixtiyoriy qismlarga bo'lamiz. Ularni qismiy oraliqlar deb ataymiz. Ya'ni mayda-mayda bo'lakchalarga ajratamiz deb aytdik, ya'ni delta x ko'rinishidagi, ya'ni A dan B gacha bo'lgan ko'rinishda mana bunday qismiy oraliqlarga bo'lib oldik va ikkinchisi esa qismiy oraliqlarning uzunliklarini bunday belgilash kiritib olamiz. Delta x1 x1 ayiramiz a, delta x2 x2 minus x1 va hokazo delta xi minus xi minus 1 ko'rinishidagi ifodalar sifatida va delta xn barobar b minus x n minus 1 ko'rinishidagi ifodalar sifatida va uchinchisi har bir qismiy oraliqning ichki bitta ixtiyoriy nuqtasini tanlab, aynan mana bu x1 ya'ni x1 va a oralig'ida bo'lgan oraliqni ichidan ixtiyoriy bitta nuqta olamiz, ya'ni u nuqtaga ksiyat 1 degan nuqtani mos qo'yamiz deyapti. Aynan mana shunday ksiyat 1, ksiyat 2 va ksiyat n nuqtalarini topib olamiz. Va 4-inchisi tanlagan nuqtalarni berilgan funksiyalarga qo'yib, qiymatlarini mana bunday ko'rinishda hisoblab olamiz. Va 5-inchisi esa funksiyaning hisoblangan qiymatlarini mos qismiy oraliqlar uzunliklariga ko'paytirib, mana bunday ko'rinishga olib kelamiz. Bu esa biz yuqorida ko'rgan to'g'ri to'rtburchaklarni yig'indilari ko'paytmasiga kelgan edi. Ya'ni summa ko'rinishda belgilab olingandi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda, ya'ni biz integral yig'indi, ya'ni Riemann yig'indisi deb atagan edik. Aynan shu narsaga keldi. Va aynan mana shunday ko'rinishda kelgan yig'indini, demak, limit sifat delta x ni 0 ga intilgandagi, ya'ni juda ham kichkina oraliqda intilgandagi limitini topadigan bo'lsak, aynan bu mana bunday ko'rinishdagi, ya'ni bo'lakchani asosiy teoremasi sifatida qaraydigan bo'lsak, fx funksiya AB kesmada
uzluksiz funksiya bo'lsin, u holda limit eng cheksizga intilganda i teng 1 dan n-gacha fx i delta x eng cheksizga intilganda, ya'ni cheksiz mayda bo'lakchalar bo'lgandan keyin, u cheksiz ko'p bo'lgandan keyin shuncha aniq yechimga intilishini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu narsa a dan b gacha fx dx integralga kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsa esa aniq integralda ta'rifini beradi. Bu yerda fx integral osidagi funksiya, ab kesma esa demak integrallash oralig'i va ab sonlari esa integralni quyi va yuqori chegarasi sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Va Newton-Leibniz formulasiga qaraydigan bo'lsak, aynan Newton-Leibniz formulasi oldingi natijalardan ko'rinib turibdi-ki, aniq integral va uning ta'rifi, ya'ni integral yig'indining limiti orqali topishimiz mumkin bo'ladi va mana bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Va biz boshlang'ich funksiya sifatida qaragandik va boshlang'ich funksiya f katta fx funksiyaga teng bo'lardi va quyi va yuqori chegaralarni qo'yib, yuqori chegarasidan quyi chegarasini ayirmasi, boshlang'ich funksiyalar ayirmasi bu Newton-Leibniz formulasini keltirib chiqarar edi. Aynan mana shu ifodani topishimiz mumkin bo'ladi va mana bunda ham to'g'ridan to'g'ri Newton-Leibniz formulasini foydalanib osongina chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana o'nga teng bo'ldi. Yig'indisi har bitta to'rtburchaklar yig'indisini ham hisoblab olib topishimiz mumkin bo'lardi. Va misol sifatida qarashimiz mumkin. Demak, mana bunday ko'rinishdagi formulani ham Newton-Leibniz formulasi yordamida keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Va mustaqil yechish uchun misollar keltirilgan. Bu yerda mana obyekt vt 1/3 t tezlik bilan harakatlanmoqda. Bunda t minut sifatida hisoblaydigan bo'lsak, demak v necha metr bo'lishini hisoblaymiz. Ya'ni t ni joyiga ixtiyoriy sonni qo'yishimiz, masalan, mana dastlab 30 minutda obyekt qancha masofani bosib o'tgan yoki 1 soat yoki 2 soat oralig'ida qancha yo'ldan bosib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Va hokazolar. Va bu mustaqil yechish uchun masalalar. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar.